Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Si Jinping signal berdi. Global tartib izdan chiqdi. Pekin nimadan ogohlantirmoqda? Isroil Eronga hujum qiladimi? Netanyahu Putin orqali xabar yo'lladi. Men o'zimni harbiy asir deb hisoblayman. Maduro sudda ayblovlarni tan olmadi. Tolibon o'zbek tiliga qarshi navbatdagi kampaniyani boshladi. Afg'onistonlik o'zbeklar g'azabda. Kolumbiya prezidenti Trampga qarshi urushga tayyorligini aytdi. Yetar, anneksiyani xayolingizga ham keltirmang. Grenlandiya bosh vaziri Trampga javob qaytardi. Baydenning qancha pensiya olishi ma'lum bo'ldi. Sedanachi, milliy brenddan yangilik. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammo tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishidir. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun esa xavfsiz. Batafsil ma'lumot uchun 55 513 99 99 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Si Jinping signal berdi. Global tartib izdan chiqdi. Pekin nimadan ogohlantirmoqda? Bir tomonlama qo'rqitish xalqaro tartibni jiddiy ravishda izdan chiqaradi. Barcha mamlakatlar xalqaro huquq va BMT nizomiga amal qilishi kerak. Bu haqda 4-yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping Irlandiya bosh vaziri bilan uchrashuv chog'ida so'z ochdi. Ayni damda Irlandiya bosh vaziri Michael Martin Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan. Bugungi dunyo o'zgarishlar va beqarorliklarga to'la. Bir tomonlama qo'rqitish esa xalqaro tartibga jiddiy zarar yetkazdi. Barcha davlatlar boshqa mamlakatlar xalqlari tomonidan mustaqil tanlangan rivojlanish yo'lini hurmat qilishi, xalqaro huquq hamda BMT nizomining maqsad va tamoyillariga rioya qilishi lozim. Yirik davlatlar bu borada o'rnak bo'lishi kerak, deydi Si Jinping. Uning bildirishicha, Xitoy va Irlandiya ko'p tomonlama yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi hamda xalqaro maydonda adolat va xolislik tarafdori. Davlatlar BMTning nufuzini birgalikda himoya qilishi zarur. Xitoy yetakchisi shuningdek 2026-yilning ikkinchi yarmida Irlandiya Yevropa ittifoqiga raislik qiluvchi mamlakat bo'lishini eslatib, Irlandiya Xitoy-EI munosabatlarining sog'lom va barqaror rivojlanishida konstruktiv rol o'ynashiga umid bildirgan. Michael Martin esa Irlandiya yagona Xitoy siyosatiga qat'iy amal qilishini va ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlashga sodiq ekanini ma'lum qilgan. Yevropa ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning barqaror rivojlanishi juda muhim. Irlandiya EI va XXR o'rtasidagi aloqalarning sog'lom rivojlanishini ilgari surishda konstruktiv rol o'ynashga tayyor, deydi Irlandiya bosh vaziri. Isroil Eronga hujum qiladimi? Netanyahu Putin orqali xabar yo'lladi. Isroil bosh vaziri Netanyahu Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Tehronga Isroil-Eron respublikasiga hujum qilish niyatida emasligi haqidagi xabarni yetkazishni so'ragan. Bu haqda Kan News xabar berdi. Nashrning diplomatik manbalariga tayanib yozishicha, Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlik fonida Putin va Netanyahu yaqinda bir necha bor telefon orqali muloqot qilgan. Ushbu qisqa muloqotlar davomida Netanyahu Putinga Isroilning Eronga hujum qilish niyati yo'qligini aytgan va buni Tehronga yetkazishni so'ragan. Ikki yetakchining so'nggi telefon suhbati haqida Kreml 15-noyabr kuni ma'lum qilgan. O'shanda ular G'azodagi o't ochishni to'xtatish masalasi, Eronning yadroviy dasturi va Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirish masalalarini muhokama qilgan. Bir oy avval Vladimir Putin Rossiya Isroildan Eron bilan qarama-qarshilikka qiziqish yo'qligi haqidagi signal olayotganini aytgan edi. Bu Isroilning Eronga hujum qilish xohishi so'nganini yana bir bor ko'rsatib berdi. Qayd etish joiz, 5-yanvar kuni Netanyahu Tehron tomonidan bo'ladigan har qanday hujum jiddiy oqibatlarga olib kelishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil hukumati va AQSh prezidenti Donald Trump Eron va umuman mintaqaviy masalalar bo'yicha bir xil pozitsiyaga ega. Putin esa Tehron tinch maqsadlarda yadroviy texnologiyalardan foydalanish huquqiga ega ekanini aytib, Moskva buni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. 2025-yil yozida AQShning Eronga zarbalarini asossiz tajovuz deb atagan. Men o'zimni harbiy asir deb hisoblayman. Maduro sudda ayblovlarni tan olmadi. 5-yanvar kuni Venesuelaning ag'darilgan prezidenti Nicolas Maduro Nyu-York shahrida sud qilindi. Unda Maduro o'zining aybsizligini aytdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. AQSh maxsus kuchlari tomonidan 3-yanvar kuni qo'lga olingan Nicolas Maduro federal sudda o'ziga nisbatan qo'yilgan narkoterrorizm ayblovlarini tan olmadi. 63 yoshli Maduro Nyu-York federal sudida 4 ta jinoiy band bo'yicha, jumladan narkoterrorizm, kokain importi uchun fitna uyushtirish hamda pulemyot va portlovchi qurilmalarga egalik qilishda ayblanmoqda. Maduroning rafiqasi Celia Flores ham sudda o'ziga
qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Men Venesuela prezidentiman. Men o'zimni harbiy asir deb hisoblayman. Meni Karaksdagi uyimda qo'lga olishdi, deydi Maduraning so'zlarini keltirib Reuters. Ular ikkisi ham sud zaliga oyoqlarida kishan bilan, ammo qo'llari bo'sh holda kirib keldi. Maduraning yuridik vakili sifatida Julian Assangening manfaatlarini himoya qilgan advokat ko'rsatilmoqda. Federal sud hujjatlariga ko'ra, Madura advokat Barry Joel Pollackni yollagan. Pollack Wikileaks asoschisi Julian Assangening manfaatlarini himoya qilgani bilan mashhur. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, Madura Meksikaning Sinaloa va Zetas kartelari, Kolumbiyaning Farc isyonchilari va Venezuelaning Tren de Aragua jinoiy guruhi bilan hamkorlikda ishlovchi kokain kontrabandasi tarmog'iga rahbarlik qilgan. Sud yakunida sudya Maduraning ishini 17-mart kuni qayta ko'rib chiqishni ma'lum qildi. Tolibon o'zbek tiliga qarshi navbatdagi kampaniyani boshladi. Afg'onistonlik o'zbeklar g'azabda. 2021-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Tolibon Afg'onistondagi millionlagan o'zbeklarni madaniy va tarixiy o'zligini yo'q qilish, ularni pashtunlashtirish siyosati fonida mamlakatning o'zbeklar eng ko'p yashovchi shimolida joylashgan Samarqand universiteti peshtoqidan o'zbek va fors tillaridagi yozuv olib tashlandi. Bu haqda Afghanistan International xabar bermoqda. Bu holat joriy yilning 2-yanvar kuni universitetga yangi rahbar tayinlanganidan so'ng amalga oshirilgan. Aytilishicha, Tolibon taxminan 4 kun avval eski lavhani olib tashlab, fors va o'zbek tillarini chiqarib tashlagan holda qayta o'rnatgan. Afg'oniston davlat va siyosat arbobi sobiq vitse-prezident o'zbek asli Marshal Abdulrashid Do'stum Samarqand universiteti lavhasidan o'zbek tilining olib tashlanishini Tolibonning o'zbek tili va madaniyatiga qarshi ochiq dushmanlik harakati deb baholadi va hech bir kuch bu tilni mamlakatning madaniy va ijtimoiy tuzilishidan olib tashlay olmasligini aytdi. Faryob viloyatining sobiq hokimi Naqibullo Foiq esa bu holatni qabilachilikka asoslangan deb baholab, bunday harakatlar mamlakatda etnik va tilga oid adovatni kuchaytirishini aytgan. Samarqand oliy ta'lim muassasasining eski peshtoqi haqida so'z yuritar ekan. Universitet o'qituvchisi Muhibullo Muhib muassasa universitet maqomini olganidan so'ng Tolibonning oliy ta'lim vazirligi buyrug'i bilan lavha o'zgartirilganini yozgan. Uning ta'kidlashicha, vazirlikning rasmiy xatiga ko'ra, peshtoqda o'zbek tilini kiritish taklifi qabul qilinmagan. Avvaliga lavha 4 ta tilda, pushtu, fors, o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan. Qayd etish joizki, bu Tolibonning millatchilik ruhida amalga oshirayotgan birinchi harakat emas. Avvalroq Tolibon tojik va o'zbeklarni ommaviy ravishda xavfsizlik kuchlari safidan chetlagan. Mozor Sharif shahridan mahalliy rasmiylar tomonidan Alisher Navoiy haykali yo'q qilingan. Abdulrashid Do'stum bilan aloqadorlikda gumon qilinib o'zbeklar qatl etilgan. 2025-yilning noyabr oyida Juzjon universiteti peshtoqlaridan ham o'zbek tilidagi yozuv qo'porib tashlangan edi. Bu holat keng noroziliklarga sabab bo'lib, bir muddat o'tgach Tolibon rasmiylari o'zbek tilini qayta tiklashga majbur bo'lgan. So'nggi 4 yildan ortiq vaqt davomida Tolibon bir necha bor o'zbek va turkman tillarini cheklash hamda bu tillarda so'zlashuvchilarga bosim o'tkazishda ayblanib kelinmoqda. Shu davrda davlat idoralaridagi o'zbekcha lavhalar olib tashlangan, shuningdek turkiy zabon shoir va adiblarga oid yodgorlik va tasvirlar ham vandalizmga uchragan. Agar bunday holat rus tili bilan sodir bo'lsa, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova dunyoga o't qo'yishini bilamiz, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi chuqur sukutga cho'mgan. Mamlakat tonnalangan gumanitar yordamlar yuborayotgan bo'lsa-da, Afg'onistonda o'zbeklar o'zbek tiliga munosabat o'zgarmayapti. Kolumbiya prezidenti Trampga qarshi urushga tayyorligini aytdi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro o'z davlatini himoya qilish uchun qurol olishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, AQSh uni hibsga olishga urinadigan bo'lsa, xalqni uning yonida turishga ishonishini aytgan. Bu haqda Kolumbiya yetakchisi o'zining X sahifasida yozib qoldirdi. Petroning yozishicha, u hech qachon harbiy bo'lmagan, lekin urush va yashirin kurash nima ekanidan xabari bor. 1989-yilgi tinchlik kelishuvidan so'ng qurolni qo'limga olmayman deb qasamyod qilgandim, lekin vatan uchun bu ishni qilishga majburman, garchi urushni yoqtirmasam ham, deydi u. Qayd etilishicha, Petro bu bayonotni AQShdan to'satdan Venezuela prezidenti Nicolas Maduroni hibsga olganidan keyin bergan. Agar ular prezidentni hibsga olishga urinsalar va buni uddasidan chiqsalar, xalqim o'z yetakchisini sevib va hurmat qiladigan bo'lsa, millat yaguarini ozod qiladi, deydi Petro o'z postida. Kolumbiya rahbari shuningdek politsiya razvedkasi xizmatidagi bir nechta polkovniklarni davlatga zarar yetkazuvchi noto'g'ri ma'lumot tarqatganliklari sababli lavozimdan chetlatishga buyruq berganini ma'lum qildi. Yetar, aneksiyani xayolingizga ham keltirmang. Grenlandiya bosh vaziri Trampga javob qaytardi.
Grenlandiya bosh vaziri Jens Frederik Nielsen AQSh prezidenti Donald Trampning avtonom hududni anneksiya qilish haqidagi takroriy tahdidlaridan so'ng keskin bayonot bilan chiqdi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Bosim o'tkazishni bas qiling, bo'ldi, endi yetar, boshqa hech qanday bosim ishoralari va anneksiya haqidagi xayollarga o'rin yo'q, deb yozdi Nielsen Facebook'dagi sahifasida. Hukumat rahbarining ta'kidlashicha, Grenlandiya muloqot va muhokamalar uchun ochiq, biroq bu jarayon xalqaro huquq normalariga hurmat saqlagan holda tegishli kanallar orqali amalga oshirilishi shart. Arktikadagi xavotirlar, Washingtonning Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni qo'lga olish operatsiyasi Grenlandiya borasidagi xavotirlarni kuchaytirib yubordi. Tramp anchadan buyon Arktikadagi strategik joylashuv tufayli ushbu orolni AQSh tarkibiga qo'shib olish niyatini ochiq bildirib kelmoqda. Tramp 4-yanvar kuni Washingtonga qaytayotganida samolyot bortida jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, o'z maqsadini yana bir bor yashirmadi. Milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan bizga Grenlandiya kerak. Daniya buni ta'minlay olmaydi. Grenlandiya haqida taxminan 20 kundan keyin gaplashamiz, dedi Oq uy rahbari. NATO bosh kotibi Rutte 2025-yil mart oyida Oq uyga tashrifi chog'ida orolning alyans xavfsizligi uchun muhimligini tan olgan. Biroq u NATOning ushbu siyosiy bahslarga aralashishini istamasligini bildirgan. Baydenning qancha pensiya olishi ma'lum bo'ldi. AQShning sobiq prezidenti Bayden Amerika prezidentlari tarixidagi eng katta nafaqani olmoqda. Bu haqda New York Post xabar berdi. Nashrning yozishicha, AQSh Milliy soliq to'lovchilar jamg'armasi vitse-prezidenti Damon Bradley jurnalistlar bilan o'z hisob-kitoblarini o'rtoqlashib, ularga ko'ra 83 yoshli Bayden prezidentlikdagi birinchi yilida ikki pensiya jamg'armasidan juda katta miqdorda mablag' olgan bo'lishi ehtimoli yuqori ekanini aytgan. Bradleyning so'zlariga ko'ra, Bayden AQSh tarixidagi barcha sobiq prezidentlar orasida eng yirik davlat pensiyasi bilan nafaqaga chiqqan. Yiliga $417,000. Bu esa uning prezidentlik davridagi $400,000 maoshidan ham yuqori. Mutaxassislarning tahliliga ko'ra, bu summa Barack Obama Oq uyda lavozimini tark etganidan olgan pensiya miqdoridan 2 baravar ko'p. Bradleyning aytishicha, bu holat Baydenning sobiq senator, vitse-prezident va prezident sifatidagi o'ziga xos vaziyatini aks ettiradi. Aynan shu martaba yo'li unga soliq to'lovchilar hisobidan moliyalashtiriladigan bir nechta pensiya jamg'armalaridan foydalanish imkonini beruvchi huquqiy bo'shliqdan foydalangan holda to'lovlar olishga yo'l ochgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.